Assalomu alaykum, hurmatli mekandoshlar. Tuğanlar, bugün 16 yanvar. Jalobod shahrida yuramiz. Sizlarga hozir kurs valyuta bağlarini bilib berem tuğanlar. Sizlar videoga oldindan like knopkani ayoy bosib o'tib ketingizlar. Kanalga qartal olganingizlar, kanalga qartal qo'ysanglar, shunday sondan taq ma'lumotlarni birinchilardan ko'rib qolasizlar inshaalloh. Banklar bağlari do'stlar. Birinchi bank Kapital Bank kurs valyuta bahsi dollar 86.20, euro 93.20, rubl 1.23 tiyin, satılışı 1.28 tiyin. Tak, bu жақта Aman Bank var ekan. Dollar 86.20, rubl 1.25 tiyin, satılışı 1.30 tiyin. Dostlar. Eka Islamic Bank kurs valyuta bahsini hazır qoldirib ketdim. Sizler like basmaganlar like basıp qo'yingizlar. Tak, dollar 86, euro 93.50, rubl 1.23,5, satılış bahsi 1.29 tiyin. Так, Bakay Bank kurs valyuta bahsi bu жақта. Bakay Bank kurs valyuta bahsi dollar 86.20, euro 93.80 ekan. Rubl bahsi, hozir rubl bahsini ko'ring. 1.24,5, satılışı 1.30 tiyin. Bank Aziya bu жақта, Bank Aziyaning kursini bilib bereyim. Tak, 86.20 dollar, 93.50 euro, rubl 1.25 tiyin, satılışı 1.30 tiyin. Tak, Doskredo Bank kurs valyuta bahsi dollar 86.20, euro 94, rubl 1.25, satılışı 1.26,5 ekan. Rubl sotiladi. Yaxshi. Tak, Qirg'iziston bankining kurs valyuta bahsi dollar 86.20, euro 93, rubl 1.25 tiyin. Satılış bahsi 1.27. Shunday 16 yanvar Jalobod shahrida Admenka bank bağlari shunday oldu do'stlar.